Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Abdurahmonova Mahfuza, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, qurilish va irrigatsiya fakulteti, bino va inshootlar qurilishi kafedrasi o'qituvchisiman. Hozir sizlarga qurilish materiallari sanoati yo'nalishlari va samaradorligi mavzusida ma'ruzamni havola etaman. Bugungi kunda qurilish sohasi jadal rivojlanib borayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortishi, urbanizatsiya jarayonlari, sanoat korxonalarining ortishi bilan qurilish sohasiga talab yana ham kuchayib bormoqda. Bunda qurilishda ishlatiladigan materiallarga, ayniqsa iqtisodiy tejamkor materiallarga bo'lgan talab yana ham ortib bormoqda. Qurilish materiallarining samaradorligi bu uning ham texnik, ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan foydaliligi bilan belgilanadi. Ushbu mavzuda qurilishda ishlatiladigan asosiy materiallar, ularning turlari, afzalliklari va samaradorligi haqida so'z yuritiladi. Binolarga qo'yiladigan asosiy talablar. Bular mustahkamlik, samaradorlik, shinamlik, issiqliklik, xavfsizlik talablari hisoblanadi. Har qanday bino mustahkam, shinam, xavfsiz, tovushni yaxshi ushlaydigan va odamlar uchun qulay sharoitlarga ega bo'lishi kerak. Qurilishda ishlatiladigan asosiy materiallar bular: beton, devorbob materiallar, izolyatsiyalovchi materiallar, tombob materiallar va yengil konstruksiya kabi turlarga bo'linadi. Qurilishda bundan tashqari yana ko'plab materiallar ishlatiladi va ularning har birining o'zining vazifasi mavjud. Yuqoridagi materiallardan biri beton. Beton bu qurilishning asosiy materiali hisoblanib, u mustahkam va uzoq xizmat qiladigan material hisoblanadi. Beton monolit va temir beton ko'rinishida qurilishda keng ishlatiladi. Temir beton bu beton va po'lat armaturalardan tashkil topgan bo'lib, katta yuklarni ko'tarish xususiyatiga ega va ko'p qavatli binolarda ishlatiladi. Devorbob materiallarga oddiy pishiq g'isht, gazobeton, ko'p qatlamali panellar, ularning barchasi devorbob materiallar hisoblanadi. Ular o'sha devorlarni tashqi muhitdan himoya qilish va issiqlikni saqlash vazifasini bajaradi. Izolyatsiyalovchi materiallarga mineral paxta va ko'pik polimerlar kiradi. Bu materiallar binoni shovqindan, issiqdan va sovuqdan himoya qilish vazifasini bajaradi. Tunika, asbest sementli shifer, tekis tom materiallari bu tombob materiallarning turlari bo'lib, ular binoni ichini yomg'ir, qor va quyoshdan himoya qiladi. Tunika, asbest sementli shifer, tekis tom materiallari, ular mahalliylashtirilmagan yoki qisman mahalliylashtirilgan bo'ladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti asbestni birinchi toifali kanserogen sifatida tasniflaydi. Shuningdek, mazkur material estetik jihatdan tashqi qiyofani buzadi. Bitum asosidagi tombob materiallarning umrboqiyligi odatda 5-7 yil hisoblanadi va bu tombob materiallardagi asosiy muammolar hisoblanadi. Shuning uchun asbest sementli materiallar ishlab chiqarish, bitum asosidagi materiallar sifatini oshirish va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish asosiy yechim sifatida qaraladi. Sendvich panellar, yengil po'lat konstruksiyalar, shishalar bular yengil konstruksiyaning turlari bo'lib, ular tez qurishi va arzon va zamonaviy hisoblanishi bularning asosiy xususiyatlaridan biridir. Bu sohada ishlab chiqarish yetarli emas. Ko'p materiallar import qilinadi va texnologiyalar juda kam rivojlangan. Qurilish me'yorlariga ko'ra binolar issiqlik himoyasi bo'yicha 3 darajaga bo'linadi. Bu bino joylashgan hudud iqlimiga bog'liqdir. Turli devor materiallari issiqlikni ushlash, mustahkamlik va narx jihatdan bir-biridan farq qiladi. Qurilish materiallarini ishlab chiqarish va yetarli xomashyo mavjud bo'lgan hudud bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida Farg'ona viloyati hisoblanadi. Farg'ona viloyatining potensiali bu gazobeton, sement, shisha, gipsokarton, keramzit va boshqa materiallar ishlab chiqarish bilan belgilanadi. Viloyatda qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Bugungi kunda
O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatida qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoat korxonalari juda ham yaxshi rivojlangan bo'lib, bunda gazobeton, sement, shisha, gipsokarton hamda keramzit va boshqa materiallar ishlab chiqarilmoqda. Viloyatda qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjuddir. Qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish orqali mustahkam, energiya tejamkor va zamonaviy binolar qurish mumkin. Mahalliy ishlab chiqarish iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ma'ruzadan olingan asosiy xulosa shundan iboratki, qurilish materiallarining samaradorligi bu zamonaviy qurilishning asosiy mezonlaridan biridir. Samarali materiallardan foydalanish qurilishning sifatini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi, ekologik muvozanatni saqlaydi, inshootlarning uzoq xizmat qilishini ta'minlaydi. Shu sababli kelajakda qurilish sohasida energiya tejamkor, ekologik toza va yuqori texnik ko'rsatkichlarga ega materiallar ustuvor ahamiyat kasb etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.